Qani, oshga marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Pochcha, erkakmisiz? Yeyishingiz qazi-qartali yo'q-shu. Ayolingizni 1 yildan beri xabar olmayapsiz. Nima deyapsan? Ajrashganman-ku men. Xo'p, ajrashibsan. Farzandlaringga kim qaraydi? Farzandlaringiz bu tekinxo'rlarga 100 so'm ham bermayman. Opam to'g'ri qilgan ekan siz bilan ajrashib. Sizga o'zi gap ta'sir qilmas ekan. Hoji aka, sizga ham hayronman. Kim bilan o'tirganingizni bir e'tibor berib qo'ying. Bu odam erkak emas, kesalaymi? O'g'il bola, nima qilganing bu? Biznesga kelsa pachka pul chiqasan-ku. Xo'ja aka, oshingizni yeb, biznesingizni qiling men bilan. Bag'aga aralashmang. Qaynog'ing hizalaydi to'g'ri aytgan ekan. Sen bilan ikkinchi bitta dostonda o'tirmayman. Shartnomalar hammasini bekor qilib yuboraman. Shu, menga qara, biznesingga ham, o'zingga ham tupurdim. Haligi pullarni hammasini ber. Bu pullaringni tiring yetimchalaringga beraman.